Sifatli, chiroyli va sog'liq uchun foydali bo'ladigan brasletlar. Uni qo'lingizga taqib olasiz. Bu bir sutka davomida o'sha qonlarning yo'nalishini o'zi to'g'rilab beradi. Va o'sha yetib borgan qonni hisobiga sizga o'sha bosh og'riq bo'ladimi, o'pka kasali bo'ladimi, sustav kasalliklari bo'ladimi, bular hammasi normalizatsiya qila boshlaydi. Ushbu braslet har xil ranglari va turlari mavjud bo'lib, faqatgina chiroy uchun emas, balki davolash xususiyatlariga egadir va bir qancha sog'liqdagi muammolarni yechishga yordam beradi. Asosan ko'pchilikda uchraydigan tanadagi ortiqcha vazn yig'ilishini oldini oladi va inson hujayralaridagi ortiqcha yog'ni yo'qotishga yordam beradi. Ushbu braslet umuman zararsiz bo'lib, faqatgina ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ba'zilar men taqsam karandachilikka taqib yuribdi deb o'ylashi mumkin-da ba'zi omma odamlar. Yo'q. Buning ichida har bittasining ichida tosh bor. Bu tosh mana shu tomirlar orqali yurakka kelib, qon bosimiga normal holiga keltirib turadigan toshlar bor. Shuning uchun taqiladi buni. Tarkibi 6 xil element bilan boyitilgan. Germaniy davleniya uchun, anion charchoq va holsizlik uchun, gematit qon aylanishi uchun, turmalin jismoniy quvvat uchun, erkaklar uchun, infraqizil nurlari telefon va kompyuter uchun, PUBG'chilar, magnit cherepnoy davleniya va og'riqlar uchun. Bu brasletlarimiz yuqori sifat va ajoyib ko'rinishga ega. Nimaga deysizlarmi? Chunki bu brasletlarimiz bizni sog'lig'imiz uchun juda ham muhim. Men ham tavsiya qilmoqchiman, hozir bu mahsulotdan foydalanib turaman. Uydagilar ham foydalanishadi. Mana endi gap va isboti bilan bo'lsin. Yine ben şu brasletten aldım. Dım yaxşı ekan. Başımın ağrıqları kaldı. Davleniyələrim normal, çişmiden çıxmıdan. Evvel davleniyem oynab durar idi. Dım yaxşı nərsə ekan. Sizlərə tövsiyə edirəm.